Sevgidan quyosh. Assalom quyosh. Motor berib yuboring. Assalomu alaykum. Assalom. Tanaffuslar boshlandi-yu, meni sherigim qayerda? Mana shunaqa har doim katta tanaffusga aqlli bola bo'lib kech chiqib keladi o'zi ham. Ovqatlanyapsiz. Ovqatlanyapsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Efirda yana siz sevgan, siz sog'ingan katta tanaffus loyihasi. Bugun yana bolalikka qaytamiz. Bugun yana maktab chog'larni eslaymiz, mazza qilamiz. Chunki bugun shartlar zo'r. Shartdan ham bugun tashrif yuradigan mehmonlar zo'r. Hammasi yigitlarimiz bugun. Yigitlar. Ha, maktabni oldini shunaqa chang etib to'polon qilgan, maktabni buzib yuboraman degan bolalar bugun tashrif yurishgan. Birinchi jamoamizni taklif qilamiz. Marhamat. Hozirgi chaqiradigan xonandamizni hech ko'rmagansan xo'braygan. Yo'q, ana har doim kulib yuradi. Sinfda ham birov bilan urushmaydi, ovozi ham chiqmaydi u bolani. Menimcha u bola faqat 5 olgan. Kim deysanmi? Kim? Umar Shamsiyev. Marhamat. Marhamat. Umar Shamsiyev. Umar aka, keling. Umar aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Assalomu alaykum. O'ng tomon, chap tomon qaysi tarafga? Bu o'ng tarafda o'ta keling. Ha, marhamat. Xo'p, keyingi ishtirokchimiz Hoji Akbar aka Mallaboyev. Marhamat. O'tasan-ku yonimdan indan bilaman oshig'ing sani bir talay ulazin meni topilsa menday ey gul badanay. Assalomu alaykum. Qo'lingizni qo'ying. Kayfiyatlar. Gulbadan qari o'zingiz keldingizmi? O'zim keldim. O'zingiz keling. Xo'p, keyingi ishtirokchimiz Asqar Umarov. Marhamat. Asqar Umarov. Ana o'zi. Asqar Umarovda yangicha Assalomu alaykum. uslub, yangicha ko'rinish. Yashang. Bu uslubning nomi Adam ko'rsa o'ldiradi degan nomlanadi. Bu faqat adasi emas. Hamma. Xo'p. Birinchi jamoamizning eng so'nggi ishtirokchisi Dilshod Ali. Marhamat. Keling, Dilshod Ali. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Keling. Birinchi jamoamiz. Kayfiyatlar qanaqa? Yaxshi kelib oldinglarmi? Bugun yaxshi. Bugun jangovar bolalikka tayyorsizlar, to'g'rimi? Ana endi sizlarni raqibinglarni chaqiramiz. Ikkinchi komandani chaqiramiz. Birinchi ishtirokchimiz ajoyib xonanda Jasur Mirsagatov. Marhamat. Marhamat. Jasur Mirsagatov. Keling, ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Jasur aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizning tarafimiz shu, adashmasam. Keyingi ishtirokchimiz ajoyib xonanda. Ikkita respublikada zo'r xizmat qilib kelayotgan Elmurod Ziyoyev. Marhamat. Marhamat. Elmurod Ziyoyev. Ana. Boshlandi to'polon. Elmurod Ziyoyev. Qo'ling. Siqma, qo'lim ukami qo'lim. Bo'lim. Normal, alohida gaplashamiz, alohida gaplashamiz. Qizimga gap otibdi-da bu. Hozir keling, meni Aytadi shunaqa bo'ladi-da. Sani qizing, meni qizim. Qizlar bilmaydi. Ha, qizlar bilmaydi. Lekin qizlar talashadi bir-birini. Yaxshi. Xo'p, keyingi ishtirokchimiz ustoz san'atkor G'ayrat aka Usmonov. Marhamat. G'ayrat aka Usmonov, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Assalomu alaykum G'ayrat aka. Salomatiz keling. Keling. Qanaqa bu yoqqa? Keyingi ishtirokchimiz ajoyib xonanda Firdavs Fazliddina. Marhamat. Marhamat Firdavs aka. Keling, keling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Siz kelibsiz, marhamat. Siz ham bu o'rindiqdan joy egallab olasiz. Avvalo ikkala jamoamizdan tashrif buyurgan barcha 4 tadan 8 ishtirokchilarimizni, ajoyib san'atkorlarimizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bu ko'rsatuv begona emas. Yoshlikdan birga ko'rib, katta bo'lganmiz, katta tanaffusda maktab davrlarini birgalikda eslaymiz degan umiddamiz. Masalan, Umar aka, siz maktabda qanaqa o'quvchi bo'lgansiz? O'rta o'qiganman. O'rta o'qigansiz. Aloch bo'lmaganman. O'rta 3 deganimi, 4 deganimi? 3-4 orasida. 3-4 orasida. Siz ko'rinishingizdan hech, lekin siz ko'rinishingizdan hech 2 oladigan bola emassiz-da yoki mana shunaqa tirjaytirib 3 olganmisiz? Bilib. Hoji Akbar aka, sizchi? Meniki shu 4-5 bo'lgan. 4-5. 4-5. Siz Asqar aka Hind maktabida o'qiganmisiz kerak? Namaste. Maktabda men 5-sinfdan 9-sinfgacha klassga bo'lganman. Hindlarni qabul qilgan demak, o'zbek maktabi. Dilshod Ali, siz Men ham xuddi shunday, hattoki fan olimpiadalarigacha shu viloyatimizdan kelib, mana shu Toshkent shahrida qatnashganmiz. Endi Dilshod aka o'zingizni g'oliblikka hozir chiqarib endi Yorosdan 5 bahoga o'qigan. san'atga shu yoshlikdan qiziqqanmisiz Albatta, maktabda? adabiyot ona tili doim birinchi o'rinda bo'lgan. Musiqa. Musiqa ham albatta. Tadbirlarda shu she'r aytib, qo'shiqqa aylanib, keyin qo'shiq hayotimiz ham qo'shiq bo'lib ketdi. Umar aka, sizda? Uzr. Ya aytdim-ku. Bizda misol uchun biz ham yoshligimizda to'yga chiqqanmiz, to'g'rimi? Sizlar ham maktab paytdan to'yga chiqqanlar bor. Albatta. Hoji Akbar aka, siz nechinchi sinfingizda to'yga chiqqansiz? Men 1-sinfda. 1-sinfda. Endi Adam rahmatli o'zlari san'atkor bo'lganda, u paytda endi guruh emas, ansambl deyiladi. Ansambl. O'sha ansamblda men ham qo'shilib borib aytardim qo'shiq. O'sha esimda bor, 1-sinfda qo'shiq aytganman. Qiz 10 yoshimda boshlaganman. Anaqa buncha vokal cholg'u dastasida solist bo'lib aytganman-da. Internet orqasida biz ko'rdik, videolar qo'ydik. Yoshligingizda to'y. Hali anaqa yana. 9-10 yoshlarimda to'ylarga chiqdim. Yoshligingizdan tarbiyasi buzilgan ekan, pul topgin deb. Ko'rinishlari o'sha lekin. O'sha buzilmagan. Sizchi? Men 8-sinfdan shogird tushib chiqa boshlaganman o'zim. Kimga shogird tushgansiz? Shohruxxonga. Biz ham mahalliy san'atkorlar, Mahalliy mahalla san'atkorlarda o'zimizda Jizzaxda. Nechtadan bakalashka yig'ardinglar? Albatta bu hazil. Hozir katta tanaffusda ovqatlanib oladi, katta tanaffusda o'ynaladi, katta tanaffusda hazil-huzul. Dilshod Ali, Men aytaman, shu sahnalarda chiqib til adabiyot-shunosliklar bo'lardi, shu til bayramlari bo'lardi, chiqib shu sahna bilan hayotimiz uzviy bog'lanib ketib, katta sahnalarga ham shu 2005-yildan boshlab o'sha professional san'atga o'tib, yangi qo'shiqlar, avtorskiy qo'shiqlar yozib, mana shu san'at olamida ijod qilib kelyapmiz. yashang. Yaxshi, biz keyingi jamoaga o'tishdan oldin sizlarga bir narsa aytmoqchimiz. O'zinglarni nechinchi sinf deb e'lon qilasizlar yoki bo'lmasam jamoangizning nomi? Biz 11lar bilgan hamma narsani bilamiz. Sizlar o'ylab turinglar, biz bu jamoa bilan gaplashib turamiz. Xush kelibsizlar. Kayfiyatlar qanaqa? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'r. Xo'p bo'ladi. Kimdan boshlaymiz savol javob? G'ayrat akamdan. Albatta yoshlarni katta oralada. G'ayrat akam endi Anjarni o'sha to'pori ballaridan bo'lgan, o'sha maktablarda bir a'lo baholarga bitirib. O'zi bitirganmisiz? Yo'q. Tegi bitirganmisiz? Yoki 9dan keyin Bitirmagan qanaqa bo'lgan? Yoshlik, bolalik davri. 7-8 sinfda o'zimdan 1 yosh kattalar bilan o'qiganman. Shu 8-sinfda san'at bilim yurtiga ketganman. 10-sinfni bitirmaganmiz. O'qish u yoqda davom etgan. San'atda davom. Ha, san'atda davom. San'atda davom etgan. Firdavs aka, sizdachi? maktabda 3-4 ga o'qiganmiz. Yarashadi. Nima kerak bor deydi, to'g'risini aytgani yaxshi. Keyingi savol qanaqa edi? Necha yoshda, nechinchi sinfda to'yga? San'atga qadam qo'yganingiz. 9-sinf esimda bor. 95-96-yil, 95-yil. To'ylarga chiqishni boshlagansiz. 96-yil. Elmurod aka, siz Chimkentdagi maktabda o'qigansiz, a? Chimkentda. Bu turishingizdan Maktabni ushlab qo'ygan. Maktabda eng spokойныйsi men o'zim edim. Boy, boshqacha chiqib keldingiz-da? Aslida shunaqa govdalarda faqat spokойный odamlarga yarashadi-da o'zini. Baribir odam bunaqa govda bo'lgani bilan, lekin eng spokойный odamman men. Sizga boshqacha savol. Maktabdagi birinchi muhabbatingizni esla olasizmi? Yaxshi ham bu savolni puliga berdingiz. Bitta voqeani aytib beraman. Qisqagina. Xo'p, bemalol. Bitta qizni tak ozgina yoqtirardim.
ko'p emas, ozgina. O'sha endi gapirolmasdan aytaman, tortinchoq, uyalchoq shunaqa bola bo'lganman. Og'aylarim buni uchun eshitib qolib, men nomimdan unga xat yozgan. U payt salom xat bo'lardi. Hozir u SMS yoshab bizlarda Shunaqa salom xat yozardik. yozishgan, berishgan, men xabarim yo'q bundan. Keyin qiz yurgan, ya'ni menga yuradi, bu yoqqa o'tadi, xiringlab o'tib ketadi, bu yoqqa o'tadi, xiringlab o'tib ketadi, dugonalar bilan. Men hayronman. Keyin menga javob keldi. Dugonasida, yonida dugonasi bo'ladi. Men ham sizni sevaman, faqat sizni sinab ko'rmoqchi bo'ldim degan, men hayron bo'ldim. Og'aylarim kuladi. Keyin eshitsam, bular mening nomimdan xat yozgan ekan. Keyin shundan Oqibatda nima bo'ldi? U sevgi, u sevgi necha sinfgacha bor? aytaman, men yomon tortinchoq bola. Ha, so'ng qo'ng'iroqqa qo'shib Tortinchoqlikda hali ham bilmayman. Aslida u yozibdi. Endi Jasur aka Mirsagatovni hammamiz yaxshi bilamiz. Yoshligimizda o'sha qo'shig'ingiz hayot o'shanda yoshligimizdan taniymiz. Lekin yoshligida o'sha yuzsiz, lekin sizga kim aytdi mo'ylov sizga yarashadi? haqiqatda Aka ishoning yarashadi. Aka bitta qo'ying, aka. Bo'ldi, mayli. Aka 100 beraman. bo'ldi. Bir nechta variant bo'ldi. Hozir sahnani ortida yoki Bollywood loyihasida qatnashishim kerakman, Hindistonga ko'chishim kerakman yoki Amerikada sherif bo'lishim kerakman. Shunaqa Juda ko'p ana kastinglarda qatnashsangiz bo'ladi. agar bu yerda hozir Jasur Mirsagatov yozmagan, men aniq yoz Boytoyib borardim. Aslida-chi, menga misol uchun maktabda bir kishi namuna bo'lgan. Xudoga shukr, shu yonimda o'tiribdilar. Firdavs akam bitta maktabni bitirgan biz. Nechinchi sonli? 9-maktab, o'rta maktab Yunusobodda joylashgan, Toshkent shahrida. Menichi ilk qadamlarim sahnada boshlanganda hamma kelardi-da, ustozlarim. Bilasanmi, Firdavs Fazliddinovni taniysanmi? Ha, taniyman. Endi biz bir-birimizni misol uchun yaqindan tanimasak, lekin ularni qanaqadir bir shu san'atkor sifatida qabul qilganman. Shu maktabni bitirganlar, mana shunaqa sinfda o'qiganlar. O'shanga shu nima desam, fe'llari o'tdimi deyman. Shunaqa o'shanga menda shu san'atiy namuna bo'lgan maktabni. Yoshligingizda siz mashhur bo'lgansiz. Lekin tramvay avtobuslarda yurardim. Ana rasmiga tushib olaylik, Jasur, qo'l qo'yib bering bo'lganmi shunaqa dastlab? Yo'q, bizning maktabimizda bo'lmagan. Endi shu sinfdoshlarim, do'stlarim kelardi. Menimcha bo'lgan, siz yulduzlik kasalligiga uchragansiz, ularni eshitmagansiz. Chunki sizni hamma tanirdi yoshligida. Biz bilan men gapiramanmi? Hamma taniydi-yu, lekin men 11-tramvayni kutib o'tirardim. Bilasizmi? Bizni maktabda hozirdagi transportlar bo'lmaganda, tez ana yetib keladigan taksi. Yo'q, men o'sha paytda elektrda yurardim, trolleybusda, tramvayda. Maktabda mustaqillik bayramlarida, Navro'z bayramlarida sizni qo'shig'ingizni aytishardi bolalar. O'shani bayramlar bo'lardi, aktivniy zalda. Bo'lardi, lekin meni maktabimda shu narsa hodisa bo'lmagan. Hozir bekor tramvayda yurishlarini aytdilar. Hozir kim bo'lsa ham shu transportga chiqsa, shu mo'ylovli odam qarab yuradi. Jasur ham shu yerda emasmikan deb. Jasur yo'q. Siz hozir pul berdim konduktorsiz. Xullas, sizlar ham jamoaga nom o'ylab turasizlar, biz esa bularga yuzlanamiz. Qanaqa nom o'ylab topdinglar? Biza kelishgan holda, birgalikda kelishgan holda bilimdonlar jamoasi. Hali ko'rsatuv davomida bilamiz, nom sizlarga mos yoki mos emasligini. Sizlar qaysi sinfsizlar? Biza 11-G. 11-G. Guruh xotinimi? Jackson yoki Mars. Biz qaytamiz, sizlar o'zingizlar aytinglar. Sizlar qaysi? Menga Jackson yoqyapti lekin. Jackson, ha? Jackson qilaylik. Jackson guruhi. Mayli, g'ayratga gapirsin. Qaysi sinf? V. Mayli, V. 9V. Nechi? 6. Bittasi bo'ladi. 11G bilan 11V. Aziz teletomoshabinlar, uzoq kutib turganmiz. Ular bilan bo'lgan chiroyli qisqa suhbat juda ham go'zal bo'ldi. Demak, bugun o'zaro bir-birlari bilan bellashadigan jamoalarimiz bu 11G bilimdonlar jamoasi hamda 11V Jackson jamoasi. Bilimdonlar. Bizda esa birinchi shart. Marhamat. Aziz teletomoshabinlar, bizda birinchi shart. Marhamat, barcha ishtirokchilarimizni mana shu yerga sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat.
Bu hammaga tanish shart. Mana shu maktabimizda bo'lgan, bilasizlar. Xullas 5 daqiqa beriladi. 5 daqiqa ichida kim ko'p puflash. Kim? Hop. Kim? Faqat Katta bo'lishi kichkina ham shart bo'lmasa, emas. o'rtacha bo'lish kerak. O'rtacha bo'lib, Boylab, mashga tashlaysizlar, oxirida sanaysiz. Hop, tushunarli. Kim ko'p shar bo'lsa, o'sha yutadi. xullas Tushundingizmi? 5 daqiqa vaqt beramiz. Mana bizda qum soatlarimiz bor, 5 daqiqalik. Yutgan jamoa 5 baho oladi sinib, yutqizgan jamoaga esa 4 baho. Tayyormisizlar? O'rtacha. Tayyormisizlar? 1 2 3 ketdi. Stop. Qo'lingizga bog'lab olinglar, bo'ldi. Boshqa Bu dushmanniki. Stop. Bo'ldi, to'xtang. Joyiga o'tiringlar, biz sanaymiz. Bo'ldi, o'tiramiz. Keling joyiga. Studiyamiz shunaqangi chiroyli bo'lib ketdiki, kimnidir tayyorlashlasi bo'lsa klip olib olamiz. O'zi odatda 90-yillarda shunaqa klip Hop, qaranglar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ta fotka bo'libdi. 63 ta shar. 63 ta. Xo'p, ketdik. Demak, Jackson jamoasining sharlari ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 63. Ya bularni kichkina ekan. 65. 67 shunda ham biz ko'rib boshlarimiz 67 ta shahar shunda ham bularda 5-6 tasi uchib ketdi hali. Shuning uchun ham aytiladi, tashqi ko'rinishga qarab baho bermagin deydi. Bularda 63 ta, bularda 67 ta. Birinchi ilk 5 bahoni Jackson jamoasi qabul qilib oladi, 4 bahoni esa bilimdonlar. Bizda esa ikkinchi. boshida tog'ora, tog'orada nog'ora. Ha, Zog'orini yopolmay dovda chalkan bir ovora. Bu qo'shiq bekorga bo'lmadi. Machat. Bu qo'shiq bekorga bo'lmadi. Jackson jamoasi bu milliy qo'shiq. Mana shu afandini rasmi bor. Bu yoqqa mana namunalar qo'yganmiz sizlarga. Har bitta komandadan ikkita yaxshi chizadigan odam chiqishi kerak. Qolgan ikkitasiga yordamlab turish kerak. Hop, undan oldin maktab davrida rasm darsida qanaqa necha baho olgansizlar? Kim yaxshi chizgan? Quyonni rasmini emas. Men rasmdan 5 olganman. Darsdan quyonni rasmini chizib yuborish emas, umumiy olgan. Yaxshi ko'rgansiz. Xo'p. Sizlardachi? Bizda hammada Kalamiz Dilshod bilan birgalikda yo'q, nimani chiqaramiz? Birgalikda. Elmurodda. Bo'lmasa marhamat, ikkita ishtirokchi kelishlari mumkin. Ishtirokchilarimiz suratlarni oldilariga tashlab yurishdi, demak 5 daqiqa vaqt beriladi. Agar rasmga yaxshilab qaragan bo'lsanglar, 1 2 3 boshladik. Boshladik. Qani ketdi. Yordamchilar yordam bersa bo'ladi. Sizlar ham yordam berib tursanglar bo'ladi. 11G va 11V rasm chizyapti.
stop. bo'ldi. 11. Bo'ldi. 11. 11. Ram qilmaymiz. Bo'ldi. Shu yerda to'xtaysizlar. To'xtanglar, 11 ishini qilmaylik. Ulug'bek mana o'zing ko'r mana qara. Qanaqa chizishibdi. Mani xolis fikrim bo'yicha bilimdonlar ko'proq bo'yagan, lekin eshakni sal rangini chiqara olmay qolishgan. kraska ham hozir ishlatgan ranglarni. Detalga ham qarang, detalga. Quyoshni ko'proq ishlatgan. Juda ham ko'p ishlab olganlar. Menimcha ulug' bu shartni durang deb e'lon qilsa, chunki manimcha Detalga ham e'tibor beringlar. endi hop bitta rangi hisobiga ularda juda ko'p qismi bo'yalgan. Shuning uchun menimcha g'olib 11 11 Jackson jamoasiga esa 4 baho. Bizda esa 3-chi. Bizda esa 2. 3 ha. bizda esa keyingi shartimiz 2-chi shart. Xullas bizda keyingi shart. Uni olman bir latifa aytib bersam maylimi? Xullas bir odam baliq oviga boribdi. Sizlar tilla baliq tutyapti. Tilla baliq. Ana omad keldi menga deb turib tilla baliq ushlab, hamma niyatini aytib ketishni boshlab shoshib. Menga BYD mashina, 3 xonali uy, shahar markazidan katta hashamatli kvartira, anaqa bir qop pul deb tursa haldagi tilla baliqni, aka, men tilla baliq emasman. Просто sariq kasal bo'lganman, qo'yib yuboring degan. मैं आपका है पचपति नहीं ही था पटकराती नहीं था आज से मेरे का फोटन अरे कैसे पचते मेरे का हमारे बात समझ ना है गौरव की दलवा है दुनिया दिलवालों पर कैसे किस पचा रहा और ही की पचा नहीं रहा हाल है चिको बोले Xullas bular aytayapti, Asqar so'rasa Oybekka tushuntirib beryaptilar. Keyingi shartimiz shuki baliq ovi, lekin bu yerda biz baliqlarni emas, mevalarni, poliz ekinlarni ovlaymiz. Ya'ni savatda bir xil sonda mevalar hamda poliz ekinlari bor. Siz mana shu qarmoq orqali poliz ekinlarini, mevalarini olib, mana shu akvariumga joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Bunda vaqt bermaymiz. Kim birinchi shartni to'liq bajarsa, ana o'sha yutgan hisoblanadi. faqatgina qo'l bilan olib berish shart emas, faqat bundoq ilinadi, ilib bundoq ko'tarilib, bu yoqqa olib kelganda olinadi. Ha, bu yoqdan ikkinchi odam olib. Ikkita ishtirokchi chiqadi. Ikkita ishtirokchi Kim chiqadi? Kim ovlaydi? Sizlardan kim chiqadi? G'ayrat ekanman. Yo'q, men baliq chiqmaydi menga. Siz bilan Jasur bilan. Men umuman tutsam baliq chiqmaydi. Sezgan bo'lsanglar, har ikkala jamoada og'ir artilleriyadan o'tiribdi dam olib. Yo'q, barcha 1 yil oldin atishlikda bo'lganlar ham o'tiribdi. Sinfdan qolganlar ham bor ekan. Tayyormisizlar? Jackson jamoasi tayyormisizlar? Bilimdonlar. 1 2 2,5 3 Ketdik.
Yo, bu yerda texnik nosozlik. Texnik nosozlik. Aziz teletomoshabinlar ko'rib turibsiz. Savatlar bo'shadi. Shunda ham yo'q. Teng bo'ldi. Sababi bularda texnik nosozlik bo'lib, qarmoqqa juda ko'p marotaba bo'ldi. Sizda ham bo'ldi? Yo'q, lekin Topilish kerak edi-ku, qonunda ishlab Akajon, akajon. ana Mana qurbon bo'ldilar. qon chiqarib yubordik ko'zdan. Xullas, o'rtoqlar, 3-shart durang. Ana endi keyingi shart o'tamiz. Ket. Yaxshi. Oybek aka, menga mana bu rang yarashibdimi, nima deb o'ylaysiz? Yarashibdi. Endi bunaqa rang men hamma joyimda bor. Aralash. Men bekorga so'ramadim. Sababi keyingi shartimiz mana shu rangli koptoklar bilan bog'liq. Hurmatli jamoa a'zolari, har ikkala jamoa, xullas keyingi shartimiz shundan iboratki, hozir o'zingizlar ma'lum bir rangni, bitta rangni tanlab olasizlar va bitta ishtirokchi chiqadi. Ana o'sha buyog'i tavakkal, ko'zlari bog'langan holatda ana o'sha to'plarni, koptoklarni olib mana shu savatchaga joylashtirish kerak bo'ladi. Qolganlar yordam bermaydi, faqatgina bir ishtirokchi ha yoki yo'q savoliga javob berib, jamoadoshiga yordam berishi mumkin bo'ladi. Tushunarli bo'lsa, kim chiqadi? Asqar. Biz pushti rang tanlaymiz. Faqatgina jamoadan bitta odam ha yo'qqa javob berib turish kerak, chunki chalkash chulkash bo'lib ketmasligi uchun. Sizlarda kim yetib turadi? G'ayrat aka shu qo'yizga bog'lab olasiz. Shoshmang, oldin siz qaysi rang tanlaysiz? Sariq. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, bilimdonlar jamoasi pushti rangni tanlashdi. Jackson jamoasi esa sariq rangni tanlashdi. Demak, 5 daqiqa vaqt beramiz. Tayyormisizlar? 1 2 3 ketdi. Davay Asqar. Ha. Молодец. Yo'q. Молодец, yaxshi. Ur, zo'r ketasiz, zo'r. Молодец. Yaxshi ko'rsangiz, ha? Yaxshi. Ana shu, mana shu, o'sha. Ana shu, o'sha, chap qo'linglar, o'sha. Ko'rgan, yo'q, chap qo'linglar. Ana shu, o'pa. Yordam berdi. Motivatsiya. Pastga, yana past. Tepaga ko'p chiqdi G'ayrat aka. Yaxshi. Yana pastga tiqing, eng pastda. Yana past. Ana shu, o'sha, xuddi shu. Chap qo'l, ha, chap qo'l. Yo'q. Ana shu. Chap qo'l. Yana ana shu, yana past, eng pastda. Ha, yo'q. Yana pastga, boya joyidan tiqasanda eng pastda. Pastga. Ha, Ana shu. o'ng qo'l. Yo'q, ikkalasi ham yo'q. Ana shu. Tepalarda. Tepadan. 11. G'ayratiga tezlashing. Ana o'sha. Ikkalasi ham. Ichkariga tiq. Hali bor, chiq. Qolmadi pushtura. Nima qilaylik? Yo, bor. Tepada. Hali bor. O'ng tomonda, yana o'ng tomonda. Yon, mana. Hali ko'pu. Tepada. Ha, chap qo'l. Ana shu. O'ng qo'l. Ha, shu. G'ayrat aka bitta uchun. Ha. O'ng qo'l. Yo'q. Orqaga qayting. G'ayratiga tezlashib. Qo'y. Esturlar sizlar, ham 11. 11. Yo'q, qo'y. G'ayratiga. Chap qo'l. Ikkalasi ham chap qo'l. Chap qo'l. Bittasi. Aylantir. Ikkalasi ham tashuving. Ha, tegidi. Keyin tegidi. Yaxshi. Ha, chap qo'l. Ikkalasini ham tashuving. Ha, ikkalasini ham. Ha, ikkalasini ham. O'tara. Yaxshi. Chap qo'l. Ikkalasi ham. Olishmayapti. Ketyapti, to'p ketyapti. Yashil olib tashlang. Jasiraga yashil olib tashlang.
Kuchtiran qolmadi. Kuchtiran qolmadimi? Kuchtiran qolmadi. Qarab ko'r bo'lish kerak yana. Qarab ko'r. Yo'q, qolmadi. Bitta bor ekan, bitta bor. Bitta bor, nari Bitta bor. Qara, chapga. O'rtasi bor. Tashavvuring, hamma. Voy. G'ayrat aka ham. Pasrodi. Tashing. Yo'q. Qolmagan bizada. Yo'q, bor. Shekil bor. Bitta bor. O'sha bittani olguningcha sariq bo'ladi. Tashing, hammasini tashing. Bitta pushti bor. Yo'q, ha, o'ng qo'l. Yo'q. Chap qo'l. Ana. Qarshidagi chap qo'l. Ha, tashing. Ana. Yildimi? Yo'q. Qolmadi. Qolmagan o'rtoq. Qolmaganmi? Yo'q, G'ayrat aka yo'q. Yo'q, bitta Yo'q. ko'rdim. O'ng qo'l. Tashing. Ana ko'rdim. Qizil. Yo'q, qolmagan. Bo'ling. G'ayrat aka. Stop. Sanab olinglar. Yana sanab olinglar. Qolmadi. O'zini qolmadi. Sanab olinglar. Aziz teletomoshabinlar, savatda mana ko'rib turibsiz Asqar Umarxonniki, bu esa G'ayrat akamiz tergan qopto'kchalar. Keling bu safar ham bir sanab ko'ramiz. Chunki bizning katta tanaffus ko'rsatuvimiz shaffoflikni talab qiladi. Kim sanaydi, men yoki siz? Menimcha ko'rinib turibdi bitta ko'p, lekin ishtirokchilar aytayotki, yo'q sananglar deyapti. O'shaning uchun mana sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Jasur Mirsagatov nima deysiz o'zingiz misol uchun sanadi? Rozisiz. Rozi. Demak, ular 5 bahoga, 4 bahoga rozi. Bizda esa eng yakuniy barcha narsani hal qiladigan va esda qolarli 5-shart. Marhamat. Aziz teletomoshabinlar, bizda katta tanaffusda eng so'nggi hal qiluvchi yakuniy shart. Hurmatli jamoalar, bu juda ham oson, lekin ozgina xayolni, eslab qolish qobiliyatini ishga solasiz. Xotirani sinaysizlar, xotiranglarda o'sha qo'shiqlar yodingizda qolish kerak. Qancha ko'p yodingizda qolsa, o'sha jamoa g'olib bo'ladi. Biz monitorga 20 ta eng hit, eng chiroyli kuy qo'shiqlarini taqdim etamiz. Siz ularni eslab qolib, bizga aytib berishingiz kerak bo'ladi. Qo'shiq nomini topmang, lekin ijodkorni, ijrochini nomini topsangiz bo'ladi. Joylari ketma-ketligi o'zgarsa ham, lekin mana shu 20 ta ishtirokchini, ijodkorni bizga aytib berishingiz kerak bo'ladi. Har bir topilgan ijrochiga 1 balldan taqdim etamiz. Agar tayyor bo'lsanglar, marhamat, ekranga o'zingizlar nigohinglarni qaratasizlar. Marhamat. G'azabni chiqargan juda yangi. Rahat jonu tanga. Ko'ngilni balosiga. Ishqingni sharob etding. Jonimga azob etding. Bo'ldi, esimdaman. Samarqand, Samarqand, mehridan sakal berdi asri. Baxtingdan baxtim paydoran. Zohir aka, Yusmonov, Farruh aka, Baxtingdan baxtim paydoran.
Do'stlar bir dilbari joni jahonim bor mening Orazi gul qomati sarvironim bor mening Yalnızli lolali bahor Bu mening onam Bu mening onam gullar ayting Abdurauf Olimov. muhabbat Abdurauf Olimov. kun chachirayli o'ylik Abdurauf Olimov. tog'dan omadim kelmadi sevgi bobida insonga ojizdur hayot oldida husni jamoli hayolim oldi Jambul. shirin misoli ko'zimda Qizalog'im qizalog'im Shahnozabonov. Dunyolarga alishmasman qizalog'im Qanday Dilnoza? Dilnoza ismini Shahnozabonov. Ulug'bek Otajon. onam kasalman demak Muzaffar Abdazimov. onam kasalman Muzaffar Abdazimov. holim yomon Muzaffar Abdazimov. bado bo'laman ko'zlarim to'ldi mana shu G'aybulla. to'ldi mana jaloda G'aybulla Tursunov. G'aybulla. jida gullaganda asalarim qo'nar ekan gullarga Setora guruhi. Setora guruhi. Setora guruhi. Zulaxa Bahonova. men seni jonimdan sevganda muhabbat men senga ko'nglimni berganda Dilfuza Ismoilova. Ismoilova. Hurmatli ishtirokchilar, 20 ta taronani taqdim etdik. Xo'p, kim qaysi jamoadan birinchi eshitamiz? Sizlarda. Yo, bular birinchi deb e'lon qilishdi. Xo'p, qani aytinglar, kim? Mohira opam, Aha. keyin Yulduz opa, Yulduz Usmonova, Farruh Zakirov, Nasiba Abdullayev, Botir Zokirov, Aha. Muzaffar akam, Bojalar, ha, keyin Shahnozabonu, Dilnoza Isyaminova, Bojalar aytildimi? Aytildi. Anvar akam, Sanayev, Aha. G'aybulla, Setora, Jambul, Setora aytildi. Dilfuza opam, Aha. ha, Malika, Muzaffar Abdullayev. Yo, Muzaffar aytildilar. Ulug'bek Rahmatullayev. Ortiq akam, keyin yana Bormi? To'g'rilar oxirida aytamiz. Xo'p, yana yoshlari katta anaqa. Ortiq akamdan tashqari. Ha, Ya uni aytdilar. Bitta ishtirokchi qolib ketdi. Sanoqqa qo'yaman. 1 2 yo aytildi. 3 Bo'ldi. Hay, Zulayxa Bahonova. Zulayxa Bahonova. Ana. Yo, biz aytdik-ku. Bularga. 11 oxirida aytamiz. Oxirida sanab beramiz. Mohira Asadova, Yulduz Usmonova, Farruh Zakirov, Nasiba Abdullayeva, Botir Zokirov. Oybek Hamroqulov, Abdurauf Olimov, Malika Ravshanova, Ulug'bek Rahmatullayev, Shahnozabonov. Dilnoza Ismoilova, Ortiq Otajonov, G'aybulla Tursunov, Bojalar guruhi, Jambul Muhammad. Setora guruhi. Anvar Sanayev, Zulayxa Boyxonova va Dilfuza Ismoilova Toshkentning anaqa. Ismi ham Ha, bo'l. 20 ta bo'ldi. yana bitta. Ha. Yana bitta bor. Ortiq Otajonov. Ortiq Otajonov. Bo'ldi eson. Setora Bojalar. Ana bor edi-yu. Yo, ana Yo, yana bordi, disko ashula bordi, siz aytdingiz, disko ashula. Bo'lish kerak. Anvar Sanayev. Anvar Sanayev. Aytildi. Yo, aytdinglar. 3 4 5
Hisobga olinmaydi. Aziz teletomoshabinlar, eng yakuniy 5-hartimizni ilk boshlab bergan jamoa Jackson jamoasi 20 ta ijodkordan faqat bitta Oybek Hamroqulovni topib olishmadi. Demak, ularga 19 ballni beramiz. 11 ya'ni bilimdonlar jamoasi 20 ta shulardan bittasini topib olishmadi. U Muzaffar Abdazimov onam kasalman deb qo'shilgan. Aziz ishtirokchilarimiz, estradamizni yorqin vakillari, umumiy ballarni aytishdan oldin bir narsaga yuzlanmoqchimiz, bir narsa so'ramoqchimiz. Kayfiyatlar qanaqa? Ko'rsatuv yoqdimi? Jackson jamoasi Zo'r. Yoqdi, ayniqsa baliq yoqdi. qaysimiz? Baliq tutadigan. Ha, baliq. Chunki u yerda siz qatnashdingiz, muskullaringiz ko'rsatib. Firdavs akam U shart esda qolarli bo'ldi. Hammaliki shartlar. Bu shartda bo'ladi qon chiqdi. Hattoki mana Firdavs akam qo'llari qonadi. Hamma shartlari zo'r. Hamma shartlari zo'r. Ozgina bo'lsa-da bolalikka qaytinglar. Albatta. 11 bilimdonlar. Bizning jamoamiz juda ham aktiv qatnashdik. Biz o'zimizga juda ham yoqdi bu ko'rsatuv. Haqiqatan yoshlikka qaytdik. O'ylaymizki, bizning komanda keyingi ko'rsatuvlarda ham boshqa sinflar bilan bellasha oladi. Aziz teletomoshabinlar, umumiy ballarni e'lon qilamiz. Uncha katta farq bilan g'olib bo'lgan jamoa bu Jackson jamoasi 37 ball. Yo'q. Bilimdon jamoasi 38 ball. Ajoyib o'yin bo'ldi, esda qolarli o'yin bo'ldi. Aytib qo'ying. Endi ko'rsatuv tugagandan keyin sinib ko'chada urushlar bo'lmasin. Bunaqa narsalar bo'lmasin. Maytap orqasiga o'tdi. Qara, o'qituvchi urushtiryapti-ya. O'zi bular o'qituvchi ekanlar. Sinfdan sinfga olib ketgan ekanlar. Menimcha mehnat darsi anaqada yoki fizkultura darsidan. Xullas, aziz san'atkorlarimiz elimizda yaxshi kunlarda xizmat qilib, estradada porlab kelayotgan, o'zini o'rniga ega ma'lum va mashhur akalarimiz. Sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Bizning taklifimizga labbay xo'p bo'ladi deb tashrif yurganingizdan boshimiz osmonga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Tashrif uchun rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda yana mazza qilamiz. Katta tanaffus!